30 gradus Selziyda to'yingan eritmada tuzning massa ulushi suvning massa ulushidan 20% ekan bo'lsa, tuzning shu haroratdagi eruvchanligini aniqlang. Berilishini yoza olamiz. Demak, eritma ekan, tuz va suvdan iborat. Tuz suvda erigan ekan va harorat 30 gradus Selziy. Yana berilgan narsa ularning foiz konsentratsiyalarining farqi 20% ekan. Ya'ni tuz suvdan 20% kam ekan. Demak, ko'proq suv bo'ladi. Suvdan tuzni ayirsak 20% chiqadi, demak. Va topish kerak bo'lgan narsa eruvchanlik koeffitsiyentini topish kerak ekan. Eruvchanlik koeffitsiyenti formula orqali topsa ham bo'ladi, proporsiya orqali topsa ham bo'ladi. Oldiniga ularning foiz konsentratsiyalarini aniqlab olamiz. Demak, tuzning foiz konsentratsiyasini bilmaymiz, x deymiz. Suvning foiz konsentratsiyasini bilmaymiz, y deymiz. Y dan x ayirsak 20% bo'lar ekan. Va ular umumiy eritma bo'lgan ekan, foizlar umumiy 100% bo'ladi har doim. Demak, proporsiya qo'yib olamiz. Y dan x ayirsak 20 bo'lar ekan. Endi foizlar umumiy 100% dedik. Umumiy 100%. Y ga x ni qo'shsak 100% bo'lar ekan. Y to'g'ri bo'lsin deb oldin y deb yozib oldim. Shunda y x usimiz tushdi va ularni qo'shib olamiz. 2y bo'ladi. Yeyishib ketadi. Plus bilan minus, plus x minus x va bu 120 bo'ladi. Endi y topamiz. 120 ni 2 ga bo'lamiz, 60. Umumiy 100% bo'lgandan keyin bittasi 60 bo'lsa, 100 dan 60 ayiramiz, ikkinchisi chiqadi. U 40. Shunda umumiy 100% to'g'ri kelyapti. Demak, suv 60% bo'lsa, bu 40% va umumiy 100%. Xuddi shu foizlarini baribir massa berilmagan, massa deb tasavvur qilsak bo'ladi. Ya'ni bu 60 gram bo'lsa, bu 40 gram bo'lar ekan va umumiy eritma 100 gramga to'g'ri keladi. Eruvchanlik koeffitsiyentining ta'rifi 100 gram suvda, to'yingan eritma hosil bo'lsa, 100 gram suvda erigan moddan massasiga yetiladi. Demak, suvning 100 gram bo'lsa, tuz qancha bo'ladi? Shunaqa qilib topsa eruvchanlik koeffitsiyenti chiqadi. 100 gram suvda erigan moddani massasiga yetiladi. Eruvchanlik koeffitsiyenti. 100 ni 40 ga ko'paytirib 60 ga bo'lamiz. 100 kira 4 400 taqsim 6. Ikkalasi ham 2 ga bo'linadi. 4 bilan 6 2 3. 200 taqsim 3. Mana to'g'ri javob chiqdi. Bo'lib olsa ham bo'ladi. Variantlarda bo'linmagan holatda berilgan, shuning uchun shunaqa yozdi. Endi formulada ishlasa ham bo'ladi. Massa 1. Erigan modda massasi 40 gram, tuz, ya'ni suv 60 gram. Proporsiyada ishlasa 0 bilan 0 qisqaradi, 4 bilan 6 qisqaradi, 2 3. 200 taqsim 3. Degan eruvchanlik koeffitsiyenti 200 taqsim 3 bo'lar ekan. To'g'ri javob B varianti.